Haligi mehnat qilasan, ha deb turing. Mehnatni. Olib kelasan, ha deb turing. Ne to'xtab so'rab turib, ne toptaganingizni o'sha mehnatdan charchoq chiqib ketadi aka. Hocaga nima degan dori oldi? Gapiring o'zingiz fikringizni bildirib oling. Güzel bo'ldi. Vaqtimi, qoyilmi? Zo'r xudo. Yaxshi, ishlatyapti o'zingiz. Ustaga kengisidagi kishi borku. Oppo'ying. Bola gulni ham aynaqa ko'k ko'rsin. Uni ham qilamiz. Sizga qilib beraman o'shani. So'lab tashlang. Shuni sizga qilib beraman. So'lab qoldilar. Ho, shashib qoldilar. Ishlatyapman. Isha chekka bog'lab qo'y. Kel o'qiyman. Qani biz mehnatga baho beringlar. Like bosib qo'yinadinglar. Tashlab qo'yinglar. Million ustaga bitta video. Komment yozinglar, like qo'yinglar. Komment yozinglar, like qo'yinglar. Yozing. Yurib nasib qilsin aka. Alishtirib olasanmikin Yaxshi dorozani? kunlarga ochyapman, ha? Alishtirib olasanmikin dorozani? Yangi qo'yib beraman sizga. Yangi qo'yilgan-da o'zi. Ha, barter ham qilaveramiz. Ha, aka. Nima dedingiz? Barter ham qilaveramiz. Aka, ikki yurtda bir kech keladi, ha, aka egasi topshiradi uni, ha? Ikki bo'chilar nima dedi? Bir-biriga dorozan rasm tashlayverdi. Ikki bo'chilar qilib beraman deb. Sizga. Aytuvdi. Nima bu? Usta nima debdi? Ovozini ochingchi, ustani. Seni tashadilang. Ha. Akfachimi? Yo'q. Telefonchimi? Buyoqda gaplashgan usta. Zakaz bergan, birinchi usta. Nima ovoz chiqmayapti? Katta og'ir akam darvoza deb javob berdi. Ayting. Zo'r o'zib oldim yerdan deb.